Hujayra sikli. Hujayra sikli ya'ni nima degani? Hujayraning hayot faoliyati degani. Hujayra sikli qachon boshlanadi? Hujayra paydo bo'lgandan boshlanadi. Qachon tugaydi? Tabiiyki hujayra o'limi bilan tugaydi yoki u hujayra ikkita yangi hujayraga aylanib ketsa, ikkita hujayraga bo'linsa tugaydi. Ungacha demak hujayra sikli tugamaydi. Endi ko'payish xususiyati hujayralarning barchasida xos. Barcha hujayralar ko'payadi. Yo jinsiy yo jinsiz ko'payadi. Jinsiz ko'payish eng keng tarqalgan, chunki tez boradigan jarayon. Jinsiy ko'payish odatda uzoq muddat davom etadi. Endi bakteriyalarni tortib sutimiz uchgacha barchasi jinsiz ko'payish haqida yoki ko'payish xususiyati borligi haqida gapiryapti. Endi qarang, butun umr davomida bo'linadigan, bo'linmaydigan hujayralar haqida gaplashamiz. Qarang, nerv va muskul hujayralari embrional rivojlanish davridan keyin bo'linmaydi. Endi bu iborani qanday ishlatamiz? Nerv hujayrasi demak biz embrional davrda bo'lingan. Biz tug'ilgunimizcha nerv hujayralarimiz bo'linib, hozirgi soniga kelib olgan. Bosh miyamizda 100 milliard hujayra bo'lsa, 100 milliard holiga biz tug'ilmasimizdan oldin 100 milliard holatga yetib olgan edi. Biz postembrional ya'ni tug'ilganimizdan boshlab bu hujayralar nerv va muskulimiz bo'linmagan. O'sha nechta soni bo'lsa, o'shancha sonda turibdi. Bizda 600 ta muskul bor. 600 ta muskuldagi hujayralar soni tug'ilganimizdan beri o'zgargani yo'q. Tug'ilganimizcha bo'lingan ular. Endi savol tug'iladi. Men tug'ilgan vaqtimda boshim kichik edi, nerv hujayralarim boshim kichik edi, hozir esa boshim o'lchami katta. Muskullarim kichik edi, men kichik edim. Yoki umumiy holatda men kichik edim. Hozir kattaman-ku. Muskul hujayralarim bo'linmagan bo'lsa, nima uchun meni tanam bu qadar o'sdi-ku degan savol tug'iladi. Savolga javob oddiy. Nerv hujayralarining rivojlanishi, ya'ni katta holatga o'tishi u hujayralarning yiriklashishi hisobiga va 8 ma'lumot bo'yicha aytyapman va ustidagi miyelin qobiq bilan qoplanishi hisobiga nerv hujayralari yiriklashgan va bosh miyaning hajmi oshgan. Orqa miyaning hajmi oshgan yoki desak bo'ladi. Muskulga kelib to'xtaladigan bo'lsak, muskulda ham aynan shu narsa hajm oshishi va ikkinchi narsaga e'tibor qilamiz. Muskulda yadro ko'p. Nerv hujayrasida yadro bitta. Muskulda yadro ko'p. Qachonki muskulga biz o'sha ozuqa va zo'riqish beradigan bo'lsak, zo'riqish vaqtida muskulning yadrosi bo'linib ketadi. Shuning uchun ham muskulda yadro ko'p deb aytiladi. Endi biz zo'riqishni ichak hujayraga, qon tomir hujayrasiga bera olmaymiz. Shuning hisobiga qon tomirlarimizdagi silliq tolali muskul, ya'ni umumiy holatda bir yadroli, ammo yurak va skelet muskullarimizda yadrosi ko'p. Bu yadroning ko'payishi esa o'sha faqatgina yadro bo'linishi, yadro mitozga uchraydi, lekin hujayra mitozga uchramaydi. Shuning uchun muskul hujayralarimizni hammasi muskul hujayramizni barchasiga to'plam bera olmaymiz. 2n to'plam deb ayta olmaymiz. Chunki yadro bo'linib ketgandan keyin tabiiyki to'plamlar ham soni karrali oshib ketib qolgan muskullarimizda. Shuning uchun muskulni bo'linishi haqidagi masalalarni ko'rsangiz, demak uni savolda xatolik juda ham katta bo'ladi. Endi qarang, bu yerda yana bir narsa, umuman bo'linmaydi deyilyapti-ku. Bo'linish vaqtida yadrocha yo'qolib ketadi degan ibora bor. Bu ikkalasini birlashtirib savol so'raydi sizdan. Postembrional davrda hech qachon yadrochasi yo'qolmaydigan hujayrani ko'rsating deydi. Demak, hech qachon yadrochasi yo'qolmaydimi? Demak, u hech qachon bo'linmaydi. Bu hujayralar nerv va muskul. Sizdan so'rash mumkin, orqa miya, uzunchoq miya, har qanday miyalar, nervlar va muskul tariqasida serbar muskul, o'sha delta muskul, 2 boshli, 3 boshli, 4 boshli har qanday muskulni aytish mumkin. E'tiborli bo'lasiz bu joyiga. Xo'p, doimiy bo'linib turadigan hujayralar bu suyakning ko'migi, ya'ni qizil ilik haqida gap ketyapti. Chunki qon hosil qilib turish kerak doimiy va ichak epiteliysi, epidermis, terimiz sirti. Hammasi hayot davomida tinimsiz bo'linib turadi. Keyingisiga o'tamiz. Doimo yadrosi yo'qolib turadi deb aytish mumkin buni ham agar aldamoqchi bo'lsa. Ikki xil bo'linish bor hujayralarda: mitoz va meyoz. Mitoz somatik, meyoz esa jinsiy hujayralarning bo'linishi. Mitoz degani ma'nosi ip. Xuddi mitoxondriyada ham mitoz so'zi bor edi, ip ma'nosini bildirar edi. Mitoz bo'linishi ikkita davrga bo'linadi. Xo'sh, birinchi davri interfaza deyiladi. Interfaza bu hujayralarni bo'linishga tayyorgarligi yoki bir bo'linish bilan ikkinchi bo'linish oralig'idagi vaqt. O'sha interfaza hisoblanadi. Interfazani o'zi 3 ta davrga bo'linadi. E'tibor qiling mana. J1 sintez va J2 davrlar. J1 sintez, J1 degani bu hozirgina bo'linib bo'lgan hujayra. Ikkita yosh hujayracha turibdi. Ular endi yana bo'linmoqchi, bo'linishga tayyorlanish kerak. Endigina bo'linib bo'lgan hujayra, bunda faqat oqsil va RNA sintezi boradi. Qaysi
ferment sintezlanadi desa yozib olasiz. Undan keyingi, ya'ni sintez davrida ishlatiladigan fermentlar sintezlanadi jibrda. Qaysi? Sintez davrida DNK 2 hissa oshishi kerak-ku. DNK 2 hissa oshishi uchun kerak bo'lgan ferment bu qaysi? DNK polimeraza va helikaza, ya'ni vodorod bog'larini uzib 2 hissa oshirishga kerak bo'lgan ikkita ferment. Helikaza bilan polimeraza jibrda sintezlanadi. Helikaza bilan polimeraza qachon faoliyat olib boradi desa, sintezda faoliyat olib boradi. Ular ishlaydi. Sabab DNK ni 2 hissa oshiradi-da. Ishlaydi, demak, sintez davrida hosil bo'ladi polimerazalar jibr davrida desak bo'ladi. Sintez davrida o'tganda hujayradagi barcha moddalar 2 hissa oshadi, ya'ni DNK, o'sha DNKdan tashqari bo'lgan organoidlar, misol mitoxondriyalar mustaqil bo'lina oladi-ku, ulardagi DNKlar ham 2 hissa oshib, ya'ni ikkita hujayraga yetadigan darajada hamma narsani sintezlaydi va bu vaqtda to'plam 2N 4S holatga o'tadi. Ya'ni har bir xromosoma o'zida ikkitadan xromatida, ya'ni DNK saqlaydi. Bitta xromosomada ikkita DNK bor desa bo'ladi. Endi 2N 4S da o'qilishi demak, har bir xromosoma ikkitadan DNK deyapmiz-ku. Bizni hujayramiz, qaysidir hujayramiz agar sintez davrida bo'ladigan bo'lsa, sintez davridan boshlab toki anafazani yakuni, anafazagacha demak bo'ladi. Holat qanaqa bo'lar ekan? Ikkitadan DNK saqlagan holatda turar ekan. Bundan nima bilib olishimiz mumkin? Bitta xromosomamizda ikkita DNK bo'ladigan bo'lsa, 46 ta xromosomamizda umumiy 92 ta DNK bo'ladi o'sha vaqtda. Hujayramiz ichida 92 ta DNK bor desak bo'ladi. 92 ta DNKmiz har ikkitasi bir xil, ya'ni 46 xil desak bo'ladi. Keyingisi, demak, 2 hissa oshib oladi sintez davrida barcha qismlar dedik. Mana bu joydan mana bu grafikdan tushish mumkin ehtimoli bor. Mana bu qarang. Jibrga juda ham katta chiziq chizilgan. Bu degani jibr eng uzoq boradigan davr. Undan keyin sintez jibrdek uzoq emas. J2 kam mitoz bosqichlari eng kam. 4 tala bo'linishga ketadigan vaqt juda ham qisqa. Eng ko'p esa jibrda turadi. Shu yerga e'tibor qiling. Mana DNKni boya 2 hissa oshish haqida gapirdik mana. DNKni ikkita ipini bir-biridan uzib ketadigan paytdagi ferment helikaza, har bir DNKga yangi ip hosil qiladigan ferment bu DNK polimeraza hisoblanadi. Bu esa DNK reduplikatsiyasi, ya'ni 2 hissa oshishi hisoblanadi. Xo'p, sintezdan keyingi davr J2. J2 da sintezlanadigan oqsilni yozib olasiz. Tubulin oqsili. Sitoskelet tarkibidagi tubulin. Bu tubulindan nima bo'ladi? Mitotik ip hosil bo'ladi hujayrani ikki tomonga bo'lish uchun. Hattoki sentriola ham hosil bo'ladi tubulin, chunki sentriola tarkibida mikronaycha bor. Mikronaychada esa tubulin oqsili bor. Shuning uchun unda ham ishlatsak bo'ladi. Endi mitoz bo'linish bosqichlari 4 ta. Mitoz bo'linishga o'tamiz. J2 dan keyin to'plam hali ham 2N 4S holatida. Endi bu yerda bo'linayotgan hujayra, demak, bo'linish holatida ekan. Profazada yadro qobig'i erib ketadi. Yadro qobig'i erib, endi yadro qobig'i erigandan keyin nima bo'lyapti? Yadro ichida shira bor, yadro shirasi. Sitoplazma ham suyuqlik, lekin suyuqlik bo'lganda shira emas sitoplazma. Sitoplazma bilan aralashyapti. Yadro shirasi. Aralashgandan keyin nima bo'lyapti? Yadroning yopishqoqligi kamayyapti. Ya'ni buni tasavvur qiling, kley. Kleyga suv quyadigan bo'lsak, kleyning yopishqoqligi kamayadi. Yoki shira deb tasavvur qilsak, shakarli suv. Shakar ko'p bo'lsa, unga qanchalik suv ko'p quyaversak, uning yopishqoqligi kamayadi. Ya'ni yadro ichidagi shira sitoplazma bilan aralashib ketadi. Tushuntiradigan bo'lsak, shu vaqtda nima bo'lyapti? Yadroning yopishqoqligi kamayib qolyapti, shirasining yopishqoqligi kamayib qolyapti. Shu ibora bilan berilyapti. Xo'p, endi mana bu rasm bilan tushuntiraman men sizga, shunda rosa qulay bo'ladi. Xo'sh, profazaga e'tibor qilamiz. Mana profazada demak mana yadro qobig'i eridi va sitoplazma chiqa boshladi va hujayra markazlari boya sintez davrida 2 hissa oshgan. Hujayra markazida ikkita hujayra markazida 4 ta sentriola bor. 2 hissa oshib, ular qutblarga tomon, hujayraning ikki tomoniga qarab tortila boshladi. Xromosomalar yoyiq holatda edi mana. Mana bunday yoyiq holatda edi. Keyin profazada nima bo'ldi? Ular yig'ila boshladi. Metafazaga o'tganda mana xromosomalar to'liq spirallashdi, eng kuchli spirallashdi va profazada spirallashib qutblar shakllandi. Metafazani boshida mana qutblar ikki tomonda turibdi. Xromosomalarni ikki tomondan torta boshladi. Mana bu kelgan xromosomaga kelgan chiziqlar, bular mitotik iplar.
yoki axromatin iplari deb ham keladi. Va metafaza yakunida, mana oxirida xromosomalar bir qator ikki tomondan mitotik iplar bog'lagan va ikki tomonga qarab tortib turibdi. Yadro qobig'i chizilmagan, chunki yadro yopishqoqligini yo'qotib, sitoplazma bilan aralashib ketgan. Anafazada bu belbog'lar uziladi, ya'ni xromosomada ikkita DNK bir-biridan ajrab ketadi. Va umumiy DNKlar to'ren to'res, ya'ni 92 ta DNK, 92 ta misol odam desak, 92 ta xromosoma, har bir DNK mustaqil xromosomaga aylanadi. Ya'ni xromatidalarning mustaqillashuvi, mustaqil xromosomalarga aylanishi kuzatiladi. Telofaza endi mana shu o'rtadan bo'linishi degani. Ikkita hujayraga bo'linib ketadi. Ikkita hujayraga bo'linib ketadi va bu yerda ikkita hujayraga bo'lingandan keyin bitta xatolik chizib qo'yilgan. Mana yerda hujayra markazini ikkita, bu tomonga ikkita qilib qo'yganda, shu joyi xato aslida. Chunki qachon sitoplazma bo'linib bo'lgandan keyin interfazada sintez davrida bular ikki hissa oshishi kerak. Sintezgacha hujayra markazi ikki hissa oshmaydi. Mana bu joyda turibdi-da gap. Rasmda kichik xatolik ketgan. Shu yerga matn bo'yicha to'g'rilab qo'yaman sizga. Xo'sh, hujayra markazi ham ikki hissa oshadi degan bor. Hamma narsa ikki hissa oshgan payti hujayra markazi ham oshadi sintez davrida. Bu yerda esa telofazada bitta bo'lgan hujayra markazini ikkita qilib chizib qo'ygan. Bu yerda adashgan. Siz buni to'g'ri holatda to'g'ri tushunib, o'sha olasiz. Sintez davrigacha unda hujayra markazi bitta deb olaverasiz. Sintez faqatgina shu J1 davrida hujayra markazi bitta bo'ladi, telofaza davrida bitta bo'ladi. Qolgan holatda hujayra markazi ikkita. Ya'ni ikkita degani 108 ta mikronnecha deganda. Kecha safar aytganimizdek. Xo'p, mana bu rasmga ham e'tibor qilasiz. Birinchisi tritonniki, ikkinchisi o'sha piyoz postidagi hujayralar. Metafaza, anafazalarni hammasini tushuntirdik. Endi ketadigan vaqt bo'yicha masala tuzilishi mumkin. 30 daqiqadan 3 soatgacha. Agar tez borsa, mitoz, tez bo'linsa hujayra 30 daqiqa, ya'ni yarim soatda bo'linib bo'ladi. Sekin borsa, mitoz, demak 3 soatgacha bo'linish vaqti o'tadi. Maksimal bo'linish desa 30 daqiqani olamiz. Maksimal, ya'ni tezlik haqida gap ketyapti. Telofazada hujayraning bo'linishi ikki xil. Sitokinez, ya'ni ikki xil. Agar o'rtada botiqlik paydo bo'lsa, demak unda qattiq qobiq yo'q, demak u yumshoq qobiqqa ega hujayra. Bu demak hayvon hujayrasi. Agar unda o'rtada to'siq paydo bo'lsa, demak u qattiq qobiqqa ega hujayra, demak bu o'simlik bo'lishi mumkin yoki bakteriya bo'lishi mumkin. Bakteriyada ham o'rtada to'siq paydo bo'ladi. Zamburug' bo'lishi mumkin. Ularda qattiq bo'lgani uchun to'siq paydo bo'ladi. Mioz kamayish ma'nosini bildiradi, ya'ni irsiy axborot ikki hissaga kamayib ketadi. 2N holatdan gaploid N holatga o'tib qoladi. Endi bu ham 4 ta davr, profaza, metafaza, anafaza, telofaza, faqat 2 marta ketma-ket bo'lingani uchun nima qilamiz? Interfaza bor bunda ham albatta. Bir xil interfaza, hech qanday o'zgarish yo'q. Profaza 1 birinchi bo'linish, ikkinchi bo'linish, birinchi bo'linishdan keyin mana bu rasm bilan tushuntiray sizga buni. Osonroq bo'ladi menga ham, sizga ham. Mana boshlang'ich profaza 1da boyagi xromosomalar yonma-yon turadi. Boya despirallashgan holatda, ya'ni yoyiq holatda turibdi hali ham. Boya aytganimizdek, interfazasi bir xil. Undan profazaga o'tgan vaqtda birida xromosomalar gamologlar yonma-yon turadi. Misol, qizil, mana bu qizilga gamolog. Biz gamolog haqida nima dedik? Juftlik dedik. 46 ta tanamizda, bizning har bir hujayramizda 46 ta xromosoma bo'lsa, 46 ta 23 ta juftlik paydo qiladi. Ya'ni har ikkita xromosomamiz o'z juftiga ega. X xromosomamiz X bilan yoki Y bilan juft. O'sha juftlar yonma-yon turadi. Qachon turadi? Profaza 1da. Yonma-yon turishini konjugatsiya deymiz. Va ular hali yoyiq holatda, e'tibor qiling, spirallashmaydi. Chunki spirallashsa axborot chiqmay qoladi. Axborot bir-biriga bera olmay qoladi. Yonma-yon turishi konjugatsiya va kerakli ba'zi bir o'xshash genlarni almashtiradi. Dominant resessiv bo'lsa, o'xshashni almashtirib olishi Krassingar hodisasi bo'ladi. Bu profaza 1 uchun xos. Eng muhim jarayon bu. Endi profaza 2. Profaza 2 deb uzr. Profazaning yakunida spirallanish boshlanadi. Metafazada boyagi to'liq spirallashgan holatga o'tadi. Metafaza yakunida to'liq eng zich holatga o'tdi. Faqat xromosomalar bir qator emas, ikki qator bo'lib turadi. Yonma-yon turadi. Gamologlar yonma-yon turib qolib ketadi. Bir qator bo'lganda nima bo'lardi? Ikki tomondan tortardi va o'rtada belbog' uzilib ketardi. Yonma-yon turgani uchun belbog' uzilmaydi. Gamologlarni bir-biridan ajratadi. Ya'ni 2N holatda bir-biridan ajratib N holatga o'tkazib tashlaydi. Lekin har bir xromosoma hali ham ikkitadan xromatidaga ega. Mana qarang, ikkitadan yelkali bo'lib ajralyapti. Telofazaga o'tgandan keyin hujayra ikkiga bo'linyapti va 2N to'res holat N 2S holatga tushib qolyapti.
N2S holatdagi ikkita hujayra profazik, ya'ni telefazadan keyin o'rtada ozroqgina to'xtab olsa, bu ya'ni hujayra biroz dam olsa, bu dam olish vaqtini biz interkinez deymiz. Bu yerda hech qanday reaksiya bo'lmaydi. Shunchaki dam olish vaqti hisoblaymiz. U interkinez ham ba'zida bo'ladi, ba'zida bo'lmaydi. Ya'ni to'xtamasdan ham davom etib ketishi mumkin. Shuning uchun interkinez har doim ham bo'ladi ma'nosida olmaysiz. Xo'p, interkinez bo'lmasa, demak profaza 2 boshlanadi va hujayra yana bo'linishga kirishadi. Bu davr xuddi mitoz kabi. Profazada yana spirallashib boshlab, hujayra markaziy 2 hissa oshib oladi. Telefaza 2 ning o'zida ham oshib oldi desangiz bo'ladi endi. Telefaza 2 da ikkita hujayra bo'ladi-ku, ikkita hujayrada oshib olaveradi. Mumkin bu yerda. O'rtada immunni sintez davrini kutish shart emas bu yerda. Chunki hujayra markazi oqsil bo'laklarini o'zini o'zi yig'a oladi. Uning uchun alohida bir-biriga chaqirib kelish uchun organoid shart emas. Hujayrada turgan o'sha mikronaychalardan, sitoskelet tarkibi ham to'la mikronaycha. O'sha mikronaychalardan o'zini o'zi yig'a oladi. Yig'a olgan hisobiga hujayrada hujayra markazi 2 hissa oshadi. Va profazada nima bo'lyapti mana? Xromosomalar spirallasha boshladi. Metafazada spirallanish yakunida to'liq spirallashadi va xuddi mitoz kabi bu safar bir qator. Bir qator bo'lgandan keyin tabiiy ikki tomondan tortadi bitta xromosomani va o'rtadagi belbog' uzilib, anafazada 2N, 2S to'plamga o'tadi. Anafaza yakunida demak hujayralar qutblarga qarab tortilib ikkita qutbga ajrab bo'ldi. Telefazada esa ikkita hujayra boya ikkita hujayra kirishgan bo'lsa, endi 4 ta hujayraga aylandi yakunda. Bu dastlabki jinsiy hujayralar, meyoz natijasida dastlabki jinsiy hujayra paydo bo'ladi. Va bu dastlabki jinsiy hujayralar yetilsa, har biri yoki tuxum hujayradir, yoki spermatozoiddir hosil qiladi. Bu meyoz yakuni hisoblanadi. Meyoz tufayli gaploid to'plam hosil bo'ladi. Gaploid to'plam esa nimaga kerak? Gaploid to'plam jinsiy hujayra bo'lgani uchun ikkita gaploid to'plam qo'shilsa, diploid, ya'ni tirik organizm to'plami qaytadi. Ota va onaning irsiy axborotini yarmini oladi. Yarmi-yarmini. Shuning uchun ham har qanday organizm yarim, ya'ni 50% axboroti otaga, 50% axborot onaga o'xshaydi. Endi men ko'proq dadamga o'xshayman-ku, men ko'proq onamga o'xshayman-ku deganlarga ishonmaymiz. Chunki tashqi ko'rinish bo'yicha aytilyapti. U narsa tashqi ko'rinish bo'yicha ko'proq otaga o'xshashi, tashqi ko'rinish belgilarini onadan olish mumkin. Lekin bizda faqat tashqi ko'rinish belgilari bor emas. Bizda jigarimizni tuzilishi, ichki organlar tuzilishi bor. Ular ham demak umumiy holatda jami axborotning yarmi ota, yarmi onadan olingan. 40-mavzuga o'tamiz. Ko'payish xillari. Ko'payish jinsiy va jinsiz bo'ladi. Ikkalasi ham irsiy axborotning 2 hissa oshishi, ya'ni DNKning 2 hissa oshishi asos bitta nima? DNKning 2 hissa oshishi. Chunki nimaga? Hosil bo'lgan ikkita yangi organizmga axborot yetkaza olishimiz kerak. Shuning uchun DNKning 2 hissa oshishi yotadi har doim. Hattoki o'sha ko'payish bitta ham yozyapti, mitoxondrioplastidalar ham ko'payadi. Nimaga desak, uning o'zining yadro anaqa DNKsi, o'zini RNKsi, o'zining ribosomasi bor. Mustaqil ko'paya oladi ular hujayramiz ichida. DNKni va mitoxondriyani va plastidani yarim avtonom organoid deymiz. Nima uchun yarim avtonom? U mustaqil ko'payadi, ammo hujayradan tashqarida mustaqil yashay olmaydi. Shuning uchun uni yarim avtonom deb biz ta'rif berishimiz mumkin. Xo'p, yarim avtonom organoid deb ataymiz ekan, davom etamiz. Jinsiz va jinsiy ko'payish. Jinsiz ko'payish turlari guruhlayman, qarang. Bir hujayralilarda jinsiz, siz ham chizib oling. Bir hujayralilarda jinsiz qanaqa bo'ladi? Jinsiz u ham ko'p hujayralarda ham jinsiz bor, qarang. Bir hujayralarda jinsiz 2 ga bo'linish, shizogoniya va kurtaklanib ko'payish. Va spor orqali ko'payish, demak 4 xil. Bu 4 xilning asosiysi 3 xil bo'ladi. Mana 3 tasini olyapti. Sporani qo'shmayapti. Chunki spora ba'zi bir holatlarda jinsiy ma'nosida ham kelyapti-da. Shuning uchun ko'p qo'shmagan. Aslida 4-chisini jinsizdi, mana shu spora deb olish kerak edi. Endi qarang, ko'p hujayralilar qanday ko'payadi? Vegetativ, kurtaklanish 2, bo'linish, spora orqali ko'payish. Demak, 4 xil yozib qo'yapmiz. Ko'p hujayralar uchun. Bir hujayralarning o'zi, ikkalasi ham jinssizligini e'tibor qiling. Bir hujayralarda jinsiz ko'payish, birinchisi 2 ga bo'linish. 2 ga bo'linish sodda hayvonlardan belgilab qo'yaman. Amyoba, yashil evglena va tufelkalar 2 ga bo'linib ko'payadi. Bu demak bir hujayralarda 2 ga bo'linib ko'payish hisoblanadi. Shizogoniya ko'p bo'laklarga bo'linib ketish. Bu nima degani? Hujayra ichida yadro juda ham tez bo'lina boshlaydi. Yadro bo'linadi. Yadro bo'linish natijasida yadro ko'p bo'laklarga bo'lingandan keyin hujayra bo'lingan yo'q. Hujayra sof holatda turibdi.
Har bir yadroni ustini kichik kichik sitoplazmachalar o'rab oladi. Xuddi vakola kabi qilib o'rab oladi va o'rab olingan sitoplazmalar e, ona hujayradan ajrab, misol yuzlab, minglab yangi hujayralar paydo qiladi. Mana bu holat nima deyiladi? Shizogoniya. Shizogoniya har doim faqat bir hujayralar uchun xos. Bunga qaysi organizmdan qilamiz? Ayrim zamburug'lar, sodda hayvonlardan bezgak plazmodiysi ni misol qilib olishimiz mumkin. Kurtaklanib ko'payish. Kurtaklanib ko'payishning bir hujrali vakili bor. Bir hujrali vakil qaysi? Xo'sh, mana. Mana u achitqi zamburug'. Achitqi zamburug'da e'tibor qilsangiz mana kichik-kichik kurtakchalar paydo bo'lyapti. Bu kurtaklar mana bunday bo'lib yiriklashadi, katta bo'lib va kurtaklanib ko'payishda odatda ajrab chiqib ketishi kerak. Achitqi ajramaydi. Achitqi saqlanib qoladi va mana bu yangi paydo bo'lgan kurtak ham voyaga yetgandan keyin, ona kattaligiga yetgandan keyin, mustaqil oziqlana boshlagandan keyin ajrab chiqish kerak. Lekin bu achitqi ajramaydi va u ham kurtaklanadida umumiy zanjir bo'lib ketadi, bir-biriga ulanib. Xo'p, spora orqali ko'payish, spora hosil qilib ko'payish bu sodda hayvonlarda sporalilar vakili. Sporalilar vakili degan bezgak, o'sha nozemalar haqida gap ketyapti va bir hujrali zamburug'larda va suvotlarda va yashil o'simliklarda ham spora bor, mavjud. Vegetativ ko'payishga o'tib olamiz endi. Buyoq. Vegetativ ya'ni ko'p hujayralarda ko'payish turlariga kirishdik. Vegetativ bu o'simliklar uchun va qator yotlanadigan joylarga qarang. Qalamcha bilan ko'payadi, gajak bilan ko'payadi, ildizbachka, tuganak, piyozbosh, ildizpoyalar bilan ko'payadi. Misol uchun kartoshka, batat, shoyigul. Bular tuganak orqali ko'payadi. Kartoshka eslab qoling. Kartoshka gul, ildizpoya. Tol, terak, tok, bular qalamchasi bilan. Shu joyini ikki xil rang bilan bo'yay. Sizga ham chalg'itmasin sizni. Demak, kartoshka, batat, shoyigul. Bular tuganaklar orqali. Ikkinchisi hop, tol, terak, tok, qoraqat qalamchasi orqali ko'payadi. Bular qalamcha. Bular yotlanadigan joy, e'tibor qiling. Bularni e, qalamchani qanday turligini bilasiz juda yaxshi. Ildizbach bilan ko'payadi. Olma, yantoq, olcha, terak. Endi olcha deb bu yerda beryapti. Oltisida sizga olvoli deb bergan. Olvoli bu olcha. Shu ma'nosida olavering. Ikkalasi bitta narsa. Lola, sarimsoq, piyoz bular lola, sarimsoq, piyoz va piyoz bular ildiz debman, uzr. Piyozchalari bilan ko'payadi. Mana ko'p hujayralardan kurtaklanib ko'payish mana kavak ishliklar, xuddi bo'shliq ishlar kabi ma'nosida. Qulupnay gajagi bilan begoniya bargi va ildiz tuganak. Begoniya bargi oltin sinfda bor edi, barg bilan ko'payish. Ildiz tuganak qo'shildi. Begoniya ildiz tuganagi bilan ham ko'payar ekan. Eslab qolamiz, ikki xil bo'ldi. Kartoshka gul, ildiz poyasi bilan kartoshka gul, bu yerda binafsha, ildiz poyasi bilan. Iloq, g'umay, ajriq. Bu yerda binafshaga yana bitta qo'shimcha qilaman. Binafsha oltin sinfda bargi bilan ko'payishi yozilgan. O'zi adashib yozilgan. Aslida binafsha bargi bilan ko'paymaydi, begoniya ko'payadi faqat. Faqat rasmda binafsha deb yozib ketganda, shuning uchun savollarda tushib qolishi mumkin. Binafsha ham ildiz poyasi bilan, ham bargi bilan ko'payadi deb olishingiz kerak bo'ladi. O'zi aslida u rasmdagi begoniya bo'lgan. Faqat ikkita joyda bittasida binafsha, bittasida begoniya deb ketgan oltin sinfda adashib. Xo'p, assalomu alaykum tuganak bilan ko'payadi. Undan tashqari assalomu alaykumda ildizpoya ham bor. Ildizpoya borligi oltin sinfda berilgan. 1 metr kvadratda 1800 ta tuganak hosil qiladi va har bir tuganakdan yangi o'simlik hosil qilish mumkin. Kurtaklanib ko'payish bu gidraga xos. Gidrani bilasiz. Kurtaklanib kurtakchalar paydo qiladi. Kurtakchalar qachon ajrab chiqadi? Kurtakchalar mana bir hujralida kurtaklardan farqi bor. Bir hujralida kurtaklar qachon ajraydi? Qachonki ular o'zida ona o'lchamiga yetib kelgandan keyin ajraydi. Ko'p hujayralarda kurtaklar mustaqil oziqlana oladigan, ya'ni oziq hazm qilish uchun og'iz teshigi paydo bo'lishi va paypasdagichlar paydo bo'lishi kerak. O'zini himoya qilish uchun yoki oziq tutish uchun. Shundan keyin ajrab ketadi. Ungacha ajramaydi. Va mana bu rasmdagi o'simliklarga qarab qo'yamiz. Mana molodiylar. Umri suvda keladi, sukkulentlar qatorida. Ajratuvchi kurtak bilan ko'payadi. Molodiylar barg sukkulentlarga kiradi, ya'ni bargida suv yig'adi ma'nosida keladi.
Kartoshka tuganagi, eski tuganak, mana ular yangi tuganak. Tuganak bilan ko'payadi. Mana ildiz nima nima qulupnayning o'sha o'rmlovchi poyasini olsak bo'ladi yana. Bu yerda piyoz, hilol o'simlik ildiz poyasi bilan ko'payishi, piyoz boshi bilan, g'uma ildiz poyasi bilan gulsafsar va elodiya novdasidan ko'payadi. Shu joyga ham ko'pchilik qaramaydigan joyi. Elodiya demak nimadan ko'payadi desa, novdani belgilab qo'yamiz. Molodiylar ajratuvchi kurtakchalar bilan ko'payadi. Shu ikkalasi biroz murakkabroq. Hilol, g'umay, gulsafsar bular ildiz poyali o'simliklar. Xo'p, bo'linib ko'payish. Bo'linib ko'payish xuddi bir hujayralarda fragmentatsiyaga o'xshaydi. Faqat bular ko'p hujayrali bo'lgani uchun bularda tana bo'linyapti. Butun bir tana bo'linib ketyapti. Xo'sh, butun tana bo'linganligi uchun buni qarang. Turlari bor. Ikkiga bo'linib ketishi mumkin. Ikkiga yoki bo'linish deb aytiladi. Meduza, halqali chuvalchanglar yomg'ir chuvalchangi emas. Boshqa halqalilar. Meduza, shu halqali chuvalchanglar ikkiga bo'linadi va ikkita organizm paydo qiladi. Bu bo'linib, oddiy bo'linish. Ikkiga bo'linish ko'p hujayrali tananing. Yoki ko'p bo'laklarga bo'linish ham bor. Endi bo'linib ko'payishni biz fragmentatsiya deymiz. Bularning barchasi fragmentatsiyaga kiradi. Ko'p bo'laklarga bo'linish bu oq planlari igna tanlilarda bo'ladi. Igna tanlilarga bilasiz, kiradi, dengiz yulduzi kiradi. Eng mashhur vakili. Oq planlari bilasiz, bo'laklarga bo'linib ketadi. U ham fragmentatsiya, bo'linib ko'payish hisoblanadi. Ipsimon suvlarida spirogira. Spirogiraning ham ko'payishi, bo'linib ko'payish va fragmentatsiya deyiladi. Agar mana shu fragmentatsiya kabi usul prokaryotlarda bor desam, bu qaysi nom bilan nomlanadi desam, bu garmagoniylar deyiladi. Eukaryotlar uchun ko'p hujayralarda bo'laklarga bo'linish fragmentatsiya, prokaryotlar uchun esa bu garmagoniy deb ataladi. Xo'sh. Spora orqali ko'payish ham bor. Sporali o'simliklar bilamiz, yo'sin, qirqquloq, qirqbo'g'imlar uchun xos. Spora orqali ko'payish ekan. Jinsiz ko'payishning ahamiyati qanaqa? Jinsiz ko'payganda hamma hosil bo'lgan organizmlar ona bilan bir xil bo'ladi. Bu kam vaqt oladi va yuqori hosildorlik olish mumkin. Misol uchun, agarda men terakning urug'i bilan ekadigan bo'lsam, u o'sib chiqishi mumkin, o'sib chiqmasligi ham mumkin. Lekin qaramchasi bilan uni juda ham tez ko'paytiraman. Ya'ni vegetativ usulda ko'paytirish uchun juda ham qulay jinsiz ko'payish. Jinsiy ko'payish jinsiy bezlarda hosil bo'lgan maxsus jinsiy hujayralar hisobiga naslni egallanishi, ya'ni meyoz natijasida paydo bo'lgan ikkita jinsiy hujayra qo'shilib yangi avlod paydo qiladi jinsiy ko'payishda. Jinsiy ko'payishning ahamiyati ota-onadagi barcha belgini yig'ib olgani. Boya aytganimiz. Endi jinsiy hujayralarning tuzilishi va hosil bo'lishiga o'tamiz. Gametogenez jarayonini biz ko'rib chiqamiz. Ikki xil jinsiy hujayra bor. Erkaklik jinsiy hujayra spermatozoid, yetilgan spermatozoid agarda hayvonniki bo'lsa, o'sha bosh qism rasmda ko'rishingiz mumkin. Bosh qism, tuzilmalarga e'tibor qiling. Boshning oldida akrosoma bor. Akrosoma ichida glarinidaza fermenti bor. Bu ferment tuxum hujayrani qobig'ini eritib ichkariga kirishga yordam beradi. Endi bosh qismidan bo'yin qismiga o'tadigan joyda yadrosi bor. Boshning oldingi qismida, uzr kechirasiz. Boshning oldingi qismida yadrosi bor. Va bo'yin qismida o'sha sentriolalar bor. Ikkita sentriolasi bor. Oldi va orqa sentriolalar. Va mitoxondriyasi bor. Spirallashgan mitoxondriya. Spiral holatda bo'ladi mitoxondriyasi va o'rtada qattiqlik dumiga tayanch beruvchi o'zak ip. Endi spermatozoidning tuxum hujayraga kirishi uchun harakatni dum harakatlantiradi deb o'ylaymiz. Ya'ni dum qismida mitoxondriya borligi uchun dum harakatlanadi va spermatozoid harakatlanib tuxum hujayraga tomon intiladi degan fikr bor. Ammo adashmasam 2025-yilning boshida aniqlandiki, fevral oylarida adashmasam yoki agar yo 24 yo 25 da aniqlandi. Spermatozoidning harakatlanishi uchun dum emas, bosh qismi harakatlanadi. Dum esa shunchaki orqasidan ergashar ekan. Harakatlanish uchun asosiy qismi bosh qism bo'ladi. Bu ham qo'shimcha ma'lumot sifatida o'rgatib o'tyapman. Demak, 3 ta qism bosh, bo'yin, dumni aytdik. Dumi xivchinga o'xshaydi, harakatlanadi. Agar spermatozoid deb nomlayapmiz, nimaga? Chunki bu harakatchan bo'lgani uchun. Agar harakatsiz bo'lsa, spermid deb ataladi. Tuxum hujayra amyobasimon, ya'ni shakli o'zgaradigan hujayra bo'ladi. Katta, yirik, tabiiyki, chunki spermatozoid ichiga kiradi uning. Va bu yirik bo'ladi va harakatsiz holatda bo'ladi. Unda sariqlik miqdori ko'p bo'ladi. Agar sariqlik qancha ko'p bo'lsa, ya'ni embrionlar rivojlanish vaqtida bo'linishga xalaqit beradi.
ya'ni aytgan buni gametogenezdan keyin o'sha 43 mavzumizda bu bilan tanishib o'tamiz biz. Qanchalik sariqlik ko'p bo'lsa, yadro shuncha sekin bo'linadi. Bo'linishga qiynaladi. Sariqlik bunda mavjudligi, sariqlik esa ko'p qushlarda va sudralib yuruvchilar. Chunki yirik tuxum hujayra hosil qiladi ular. Xo'sh, jinsiy hujayralar tuxum hujayra tuxumdonda bilamiz, urg'ochilik jinsiy organ tuxumdonda yetiladi. Spermatozoidlar esa urug'donda, ya'ni erkaklik jinsiy organi urug'donda yetiladi. Ular jinsiy urug' bezlar desak ham bo'ladi. Endi bularning yetilishi 4 ta bosqichda. Ko'payish, o'sish, shakllanish, birinchi yetilish, keyin shakllanish. Va tuxumning qismlarini yodlab qo'yamiz. Aytib o'tib ketay shuni. Halaza tortma deb qo'ygan, o'zi aslida halaza tortma emas aslida. Chetda adashgan o'qilishida. Mana bu rasm bilan tushuntiraman men. Umumiy matnni rasmga jamlayman siz uchun. Ko'payish bosqichi birlam jinsiy hujayralar mitoz usulida bo'linadi. Mitoz usulida bo'linib, juda ham ko'p mana bunday hujayralar hosil qiladi. Misol uchun deylik, ko'payish davrida bitta hujayra 3 marta mitoz bo'linsa 8 ta bo'ladi. Chunki qarang, bitta hujayra bir marta bo'linsa 2 ta, ikkita hujayra ikkinchi marta mitoz bo'lsa 4 ta, 4 ta hujayra bo'linganda 8 ta. Sizdan savol tariqasida, masala tariqasida beradi. Misol uchun 6 ta birlamchi spermatozoid ko'payish davrida 6 tasi 3 marta bo'lindi. Bittasi 8 ta hosil qiladi dedik-ku. 6 tasi 48 taga aylanadi. Demak, o'sish davriga 48 ta hujayra o'tadi desam bo'ladi. Menimcha tushundingiz buni. Bu demak, ko'payish davri erkak organizmda bo'lsa spermatogenez, urg'ochi organizmda bo'lsa ovogenez, ya'ni tuxum hujayra hosil bo'lguncha bo'lgan vaqt. Spermatogenez ko'payish bosqichida demak mitoz usulida bo'linadi, u keyin o'sish bosqichiga o'tadi. O'sish bosqichiga o'tgan hujayra faqat yiriklashadi. Endi yiriklash urg'ochi ovogenez bosqichida juda ham kuchli boradi. Sabab nimaga? Tuxum hujayra yirikroq bo'lishi kerak. 3-bosqich yetilish. Yetilish miyozga asoslangan. Demak, dastlab ko'payish mitozga, yetilish miyozga. Demak, jinsiy hujayra hosil bo'lishida dastlab mitoz, keyin miyoz borar ekan desam, demak, nima haqida gapiryapman? Hayvon hujayralari haqida gapiryapman. O'simlikda bundan teskari bilasiz. Uni ham menimcha keyingi darsda ko'rar ekanmiz. Ko'rib chiqamiz. Demak, dastlab mitoz, keyin miyoz bo'linyapti. Bu barcha hayvon hujayralari olsam bo'ladi. Miyoz bo'linganda, demak, 2 n to'plamdan n to'plam 4 ta gaploid to'plamga o'tib, 4 ta spermatida yetilish davri yakunida. Gaploid to'plamli hujayralar. Ovogenezda esa bu hujayra bo'linib, bitta yirik tuxum hujayrani va 3 ta yo'naltiruvchi tanacha hosil qiladi. Yo'naltiruvchi tanachalar o'lib ketadi. Tuxum hujayra bitta esa yetiladi. Demak, o'sish davrida nechta hujayra bo'lsa, xuddi shuncha tuxum hujayra paydo bo'laveradi. Endi yakunga o'tamiz. Yakunga o'tadigan bo'lsak, 4-bosqich shakllanish. 4 ta erkaklik jinsiy hujayrasi 4 ta spermatozoid paydo qiladi. Boyaga qolgan bitta tuxum hujayra bo'lsa, misol uchun, u yetilib tuxum hujayraga aylanadi. Tuxum hujayraga aylanishda yetilish degani hujayralarning ma'lum bir shakllanish degani shaklga kirishi. Misol uchun, spermatozoidlar bosh, bo'yin, dum qismlarini, akrosoma qismlarini shakllantiradi. Shakllar paydo qiladi. Tuxum hujayrachi o'zgargan shaklga kirmayapti-ku rasmda desangiz, tuxum hujayra bitta spermatozoid kirgandan keyin yopiladigan qobiq, tuxum hujayraning ustidan qo'shimcha qobiqlar paydo qiladi. Ya'ni o'sha sitoplazmaga kirish uchun shaklni paydo qiladi. Bitta kirib olgandan keyin yopilib qoladi, tabiiyki. Demak, mana shu. Endi urug'lanish jarayonini bilasiz. Mana yetti spermatozoidda nima bo'ladi degan joyidan savol tushardi oldin. Menimcha hozir ham tushadi. Mitoxondriya, Golgi. Spermatozoidda Golgi bormi degan savol bo'lsa, albatta spermatozoidda Golgi majmuasi bor. Akrosomada esa ferment bor, o'sha qobiqni eritib kirish uchun. Mana spermatozoidni qarang, mana tuxum hujayra yuzasiga kirib tushgan rasm 38-rasmda aks etgan. Demak, 42 gacha degandik. Shu yergacha bo'lgan mavzularimizni